Somoncha to'g'ralgan kartoshkalarni qizib turgan yog'da qitir-qitir qilib qovurib oling. 2 dona tuxumni idishga chaqib, tuz solib atalab, tovada xuddi bilinchik shaklda pishirib oling. Tabingizga qarab, tuxumlar sonini ko'paytirishingiz mumkin. Endi esa idishga qovurilgan kartoshka, somoncha to'g'ralgan bodring, dudlangan kolbasani somoncha to'g'rab, pishloqni ham somoncha to'g'rab soling. To'g'ralgan tuxum, orqasidan garohni solib, suvlari chiqib sizni uyaltirib qo'ymaydigan maselka mayonezidan soling. Yaxshilab aralashtiring va chiroyli qilib dasturxonga ravona qiling. Kam xarjgina bo'lishiga qaramasdan, juda ham mazali va barakali salat bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Eng birinchi bu mayig'ini svikloga ko'mib qo'yudan boshlaymiz. Buning sababini videoning so'ngida ko'rib olsangiz bo'ladi. Men sizlarga pachuba salatini premium жағдайda tayyorlab ko'rsataman. Eng birinchi pishgan kartoshkani tyorkadan chiqarib olamiz, mayonez yig'amiz, ustidan bo'lsa selotkani kubiklab to'rab qo'samiz, ustidan bo'lsa geshir o'tkazamiz. Qabatlari akkuratni yig'u uchun bosib chiqsangiz bo'ladi. Geshirning ustidan mayikni o'tkazamiz. Bir mayikning saruzini olib qo'ying. Eng oxirida bo'lsa svikloni da o'tkazib tekslab formadan ajratib olamiz. Salatning mazasi yaxshi. Endi uning ko'rinishini shteyli qilish uchun videoda ko'rsatilgandek bezab chiqsangiz bo'ladi. Maselkaning mayonezi bilan silasuv ansat sebebi u qo'yu, yengil hamda salatingizga nazikdan berib suv chiqib ketib, sizda beabri qilmaydi. Bu mayig'ini svikloga solib qo'yuning sababi ko'rib turganingizdek sirti rozoviyga aylanadi. Videoni like bosib, qarab boshqa retseptlar uchun podpiska bo'lishni unutmang. Patirshorexliymiz qizlar, isonavering, bir sizlarga o'xshaydi ham hammaga unaydi. Maselkaning margarinini olamiz, ishinde to'ng mayi bor qizlar. Bo'laklarga bo'lib yeritib olamiz, tabog'imizga quyib, izidan suv ya bo'lmasa sut, mayonezimizni, pesogimizni, және drojimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan bo'lsa, unimizni solib boramiz, eng ustidan bo'lsa tuzimizni solamiz, xamirimiz yaxshi ko'tarilishi uchun. Bo'z qilib xamir yeymiz qizlar, juda bo'z bo'lsin, qattiq bo'lib qolmasin. Yaxshilab ilib bo'lib qizlar 1 soatga ashtuga jibiramiz. Ustin bo'lsa mishok bilan javob qo'ygan shaxs bo'ladi, qayasib qolmaydi. Menda 2 zola chiqdi qizlar. Maselkaning ustida margarin, to'ng mayi bor shunday. Tabaga yeritib, piyoz, qalagan zatingizni solib, usunday massasini tayyorlab olasizlar, tuzini solib. Сөйтіп xamirimizni jayamiz, usunday qalinlikda juha bo'lishi shart emas, qalin bo'lsa da bo'ladi. O'rtasida bo'lsa to'ng mayimiz qatib qolmasdan burun usulayincha o'rab olamiz qizlar. O'rab marozkaga solmasdan ham jayaveramiz, arxayin jayiladi. Ishning bari to'ng may, yaxshi margarin bo'lgani uchun. Buni juhalamay qalinroq qilib jayib, betin mayiklab qizlar ustiga bo'lsa zelinni maydalab solamiz. Zelin sululig'ini sup-suluq beradi qizlar, hamda bu patirda jemabsiz, bo'ziniga kemabsiz. Usunday qalinlikda 180 gradusda yarim soatda pishirib oldim. Islab ko'rmasangiz bo'lmaydi. Undan like bosing.